Bir xilgalar aytadi, qalbing toza bo'lsa bo'ldi deydi. Men shularga bir gap bor. Baliq butun umr suvda yuradi. Butun hayoti suvda. Lekin baribir sasiydi. Bilasizmi? Chunki buni tagi sassiq. Baliqning zoti sassiq. Bu inson butun umr suvda yuradi, pokiza narsada yuradi. Lekin nima qilsin? Sassiq jonzot. Shuning uchun qalbim toza bo'lsa bo'ldi demang. Bu bilan nima demoqchiman? Baliq azaliy sassiqmi, pokiza joyda yurganmi? Bahirgi insonlar bor. Qalbi maraz insonlar bo'ladi azaldan. U ming pokiza bo'lib, yasan-tusan qilgan bilan baribir bir kun marazligi tutadi. Xiyonatkor odamlar bo'ladi. Bir kun sizga xiyonat qiladi. Chunki xiyonat uni zotida bor, qonida bor. Pastkash insonlar bo'ladi. Hayotingiz eng cho'qqiga chiqqan paytida sizga pastkashlik qilib qo'yadi. Shuning uchun pastkashmi, nodonmi, zoti pastmi, u bilan uzoqqa bormang.